Всем hello! Bugun sizlar bilan naskili uqlatgan tutorialini ko'rib chiqamiz. YouTube'dan eng tushunarli videoni olib, o'sha bo'yicha qildim. Chunki kalta bilmadim, o'xshaydimi yo'qmi, baribir qilib ko'rish kerak. Qo'ldan kelgancha tushuntirib qilishga harakat qilyapman. Menimcha tushunsa bo'ladi. Xullas, naskini olib, sochiga qistirib, ko'rsatganimday aylantirib chiqamiz. To'liq aylantirganim olib o'tirmadim, video uzun bo'lib ketar. Bunda oz-ozdan olib aylantirish kerakmi yoki o'pshi bilmadim. Men o'pshi qilib oxirida naskini uchi bilan qayirib qistirib qo'ydim. Aytgancha naskini ochiq tarafi pastda bo'lishi kerak. Qistirib qo'yganimiz ham yetmaydi. Shuning uchun boshqa zakolka bilan mahkamroq qilib qistirib qo'yamiz, ochib ketmasligi uchun. Endi xuddi shunaqa qilib ikkinchi tarafini ham qilib chiqamiz. Hozir bunda sochim sal namroq, lekin unchalik qo'l emas. Bilmadim, necha yil avval 7-chi yo 8-sinfimda shuni ro'molli variantini qilib ko'rganimda umuman o'xshamagan. Sochimni kuydirib dazmol bilan qilgim kelmaydi. Shuning uchun shunaqa tabiiy yo'l bilan ukladka qilishda har xil usullarni sinab ko'rmoqchiman. Bo'ldi, qistirib olgandan keyin endi uxlab olamiz. 7-8 soat shunaqa turish. Natijasini ko'rish uchun profilimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bye.